Turkiyada Demirqoya degan joy bor. Bu Demirqoyani rivoyati shundayki, bir Demir degan qaroqchi o'tgan. Odamlarni, karvonlarni yo'lini to'sib, tunab, narsalarini olib, o'zlarini o'ldirib, yo qo'yib yuborib, qaroqchilik bilan shug'ullangan inson bir kuni bir avliyo bor karvonni yo'lini to'sdi. Yo'lini to'sib tunayotganda avliyo gerdayib turgan qaroqchilar boshlig'i Demirga qarab, holingga attang, san bechorani holingga voy, sani otang dunyoga ota-onang shu uchun keltirganmidi? Yaratgan Allohing sani bandalarning yo'lini to'sib, so'ngra o'lgandan so'ng jahannamda yonish uchun yaratganmidi? Avliyoni bu so'zlari Demirga juda qattiq ta'sir qildi. Qalbiga hidoyat kira boshladi. Avliyoni oyog'iga yiqildi. Pirim, meni kechirarmikin Alloh? Men juda ko'p gunohlarni qilganman-ku. Meni orqaga yo'l yo'q-ku. Alloh G'afurur Rahim, kechirguvchi, rahmdil zotdir. Lekin tavba qilmoqlikni bilish kerak. Gunoh qanchalik katta bo'lmasin, shunchalik katta savob ish qilish kerak. Alloh kechiradi. Men qayerdan bilaman Alloh kechirishini? Qaysi belgi menga bildiradiki Alloh kechirganligini-yu men yana muhabbat bilan toat ibodat qilishligim? Men mana ko'chatni, niholni mana shu joyga ekkin. Savob ishlarni qila boshlagin. Shu ko'chat ko'karganda Alloh seni gunohlaringni kechirganligini belgisi bo'ladi. Demir butun umargan, tortvagan mol dunyosiga ravoq qurdi, mehmonxona, yo'lga, o'sha karvonlar o'tadigan joyga. Va har kuni taomlar qilib, o'tgan karvonlarni fi sabilillah taomlantirib, ravoqida dam oldirib, 3 kun mehmon bo'ladimi, 5 kunmi, hammasini xizmatini o'zi qilardi. Har zamon niholga qarardi, ko'karmasdi. 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi, mehmonlar kelib qo'nib ketyapti, duo qilishyapti, xizmatlarini qilyapti, lekin ko'chat ko'karmayapti. Bir kuni bir suvoriy shoshilinch ketayotganda to'xtamasligini bildida, Demir, to'xta, bu yerdan hech kim benasib ketmagan aziz mehmonim bugun. Yo'limni to'sma, shoshilib turibman. Jon birodar, yalinaman, o'tinaman. To'xtab o'tgin. Vaqtim yo'q. Qoch yo'ldan. Hech bo'lmasa bir piyola suv beray, ichib o'tib ketgin. Hech kimni shu yerdan quruq qaytarmayman deb Allohga niyat qilganman, va'da berganman. Hey, qoch yo'ldan, bo'lmasa men egilib turay, yelkamga oyog'ingni qo'yib turib, otdan tushmasang ham shu bir piyola suvimni ichgin deganda, otliq shoshilinch jahli chiqib bir qamchi urdi Demirning yuziga. Demirni avvalgi g'azabi qaytganday bo'lib, otliq yana yo'lda ketayotgan edi. Bori yaxshilikni bilmagan deb xanjarini olib otdi. Xanjar suvoriyni orqasiga sanchilib otdan yiqildi. Demir afsuslanib tepasiga kelganda og'zidan qon kelib,
meni Alloh jazoladi, jon berdi. Demir afsus nadomat bilan o'lganni yuziga qaraganda yonidan bir qog'oz tushdi. Qog'ozni olib ochsa, vatanini qaysi joyi nozikroq, qaysi joyi kuchlik, sharoit qanaqa, hammasini xaritasi qilinib, o'zga boshqa mamlakat shohiga pul uchun vatanini sotib, vatanini sirlarini, dushmanlar qaysi joydan oson kirish yo'llarini chizgan qog'oz ekan. O'sha qog'ozni dushman tomonga olib ketayotgan ekan. Nogoh ko'chatga Demirni ko'zi tushsa, ko'chat yaproqlar otib, ko'karib o'sib chiqayotgandi. Ya Allohim, minglab musofirlarga ovqat berdim, xizmatlarin qildim. Ko'chat ko'karmadi. Bitta vatan xoinini o'ldiruvdim, ko'chatlar ko'kardi. Alloh, yomonlar, vatan xoinlari shunchalik ablah bo'ladimi? Bularga shunchalik g'azab qilasanmi Allohim? Chunki dushman bostirib kirsa, bolalarni ayidimi, qariyalarni ayidimi, kimni ayidi, qirg'in qiladi, qatl-om qiladi, xorlaydi, o'ldiradi, talon qiladi. U nomard xoinni o'sha zaminda ota-onasi, bobo kalonlarning qabrlari va shu vatan makon bergan joyga xiyonat qilgan insonni, gazandani o'limidan o'ldirgan insonga Alloh avvalin oxirin gunohlarini mag'firat qiladi.